Ha, keldimlarmi bolam? Adamchu. Ha. O'yjirsa advokat bilan birga. Ha? Nima? Aldınqı meydandımız siz şahını yötkü etmegen bolsanız yengilmeydiniz. Qarang. Endi. Ha bolam. Nima gapinglar bormidi? Dada. Bu adam sening hujrang nemish bo'ldi? Qanday gap? Akbarjon meni advokatim. Qaramashdan bo'lmamda. Akbar. Chiqib keting. Bu siz xohlagancha kirib chiqadigan uy emas. Oy, sizlar. Anlamadingizmi? Hozir dadangizning advokat. Uy kelgan mehmon boshida muomala qilamda. Dada. Bizga mushunda qilish ketamda? Ha? Bizni nemishqa mushunda qiynaysan dada? Biz faqat chidayolmadik, bildingmi? Nimaga chidamadingiz? Hamma chidayolmadi. Chiqib ket. Arzi qilamsan, so'l tuytasan, u uzoqlashi. Xudoning kainini qil. Anıka, kısat öydün mü şuna kılanda? Kısat siz. Manda adabsizlik qilasiz. Sıkıldımlar. Açam. Anı oldu. Kısatın necəsin? Gitme. Arzi qil dada, arzi qil. Xudoning kainini qil. Boğazımızı soktu be. Dada. İşim şey gitti. Endi özen qarab bir iş qil. Qizlar, nima da'vatsan? Dada. Arzi bekor qilamsan, qilmabsan. Arzi bekor qilsam, bugun uydan chiqib ketaman. Dada, ma'qul desang bo'lmamdi. Aqsam shu. Men qarorimni o'zgartmayman. Dada. Dada. Qizlar, nemish qilyapsan? Qarabmi ketamsan? Yo'q, ama. Sana başımdan bağlı. Nima qilaman bu oyda sürüp chiqib ketaman. Qizlar. Ay, qilamsan, balog'onga yig'ilib qila bolam. Faqat chizg'uchiligim qolmadi, amma. Bu naqshni degangan. Uyda diyanol işte. Kompüterin işi kirib kelganmi? Yomg'ir yog'di. Diyanol. Yomg'ir qayoqsiz-ku? O'zingiz o'rgandingiz. Hech kim boshqalar birisi sizga bunday o'rgatib qo'ymadimi? Ya, Bizning xislatxon uyga saqsilab borganda. Senin uyunda sen opang naqshi talamda? Opam çoğumla yaxshi ma'lumlar bo'lsa, teklif qilib o'g'limni sistemliq bir tarbiyaligim bor. Yaxshi ekansan. O'g'lim cho'qim. Mushu vaqtda sen ovozingni bak diqqat qilmasang, ovozing buzilib ketib qolmasin. Manda chiroy Bulup Şencan Televizya Istansı halkımızın manevi ihtiyaçlarını kandırış için çoğun hacimlik Jipak Yolu Sadası namındaki programını tantani bilen yol koymakta. Program munbirge memleketimizin işçi ve sırtığı tonulgan Abdullah Abdiriyim, Mahmud Sulayman, Erkin Abdullah, Nurnisa Oldıraş. Kim bilan paranç otdan bu gece? Katarlık caylarda tizimlaş noktası tesis kılın. Ha. Nerede? Ha, tapdım. Ha. O'zing nerede? Nima? Ramilaninkida? Voy, bosh vaqt gap qila. Hammam anglab qoldi. Mantiq. Voy, opam o'zining uyida anglamaydi. Hay, ochig'im keldi deb mustaqil uydan chiqib ketgan bormi? Ish qilib, mushundaq qilishga dadam o'zi majburladi. Qiziqkansan. Hay, mushtaq ochig'im keldi deb chiqasan, aşk suras. Qaysar bilan Jasur, ular nerede? Men nereden bilay? Qaysar to'rxonaga kirmay deyotdi. Jasur doktorxonaga ketgandi, yoki o'zi o'zining uyiga ketgandi. Tang, men uqmayman. Jasur hozirgacha qaytib kelmadimi? Ha. Telefonim oldi. 3
kechirimni qaytarmadi. Ansirab qoldim, naladim jugandi bu kesda. Yerim saat o'tib ket, kim bilan paranjishayotgandi bu? Buning bir ish bo'lib qolmaganda. Olimka, bu bolalarınız nimanchi jahil deymi? Siz ko'nglingizga ammaga afgan. Hamma ayb menda. Shu bolalarni kichik vaqtidan tatib, mashundaq aka Olimka, endi qanday qilmoqchi bo'lyapsiz? qanday qilatdim, mashundaq turib baqay. Ya bu bolalar aqlini topa. Ya mendan oladiganini olaman, shuni tashlab berib ketaman. Olimka, bu nima deganingiz endi? Aka, bolalarınız rastlı siz bilan qarama-qarshi turmoqchi bo'lgan bo'lsa, ularni advokat taklif qilsa, bu deloda yengilmaydiganligini burunli bilgan bo'ladi. Ularning advokat taklif qilmasligidagi sabab balkim siz bilan bo'lgan orliqning jiroqlab ketishini xohlamagan gap. Shundoq bo'lgankan, demak, ularning ko'nglida yanada siz bor degan gap Olimka. Men shu Ramilaning uyida bir necha kun turaman. Jasur ya doktorxonasida, ya biz o'zini uyida tura. Eng uvol o'g'ini qaysar bo'ldi. Uning bordiga yerim yo'q degina. Shu to'rxonaga bordi, uningdan boshqa bordiga yer bo'lmasa. Sen balning cho'ng turib, ashunaq yomonlab bersang, oshiqsiz qanday qilmoqchi? Hey Parizat, sen mening karitim bir narsa yotamsan? Men sana necha qidim dedim-ku, karitim bir narsa yema deb. Qamlashmagan. Hay men mehmonxona uyda yeb-yeb juqishtiribman. Ajabim to'la gap qildi ekansan. Men sana degan narsalarni hozirlab kelpa. Uqdingmi? Ramila sirtqa chiqib ketdi. Tilda vaqtim bo'ldi. Ma gaplarning hammasini hammomga dema, nadligimni demagan. Voy uqdim. Xo'sh. Ma'qul. Xo'sh. Qaytib keldingmi? Ha. Bektiz qaytib kelibsan-ku. Sen uyda yolg'iz tursan, sen yolg'iz qo'yg'im kelmidi? Voy, ishqisi yo'qdi, ishonni qilavermay. Adash, sanchi achchiq to'q o'rnisa keldi. Qo'lan yuvib chiqib yo'la. Bo'ldi, yo'q. Qo'pa. Bular nozlanmay qo'lan yuvib chiqa. Oho. Hadi. Aç kosi. Asliman rahmatda. Amsa xislat hozir nerede o? Adash, kela. Mana. Shinchik otamda? Bu kecha kim kelgandi? Meni qo'y ishkimiz deb kelmaydi, seni istab keldimi ya? Parizat, oypatimni akib bermoqchi deychi-la. Adash bir erkishga. Ayshi? Dadamga? Yo'q, dadamda qilmaydi. Yaxshisiz. Xislatmi shu edimi? Xislat yo'q. Xislat. Aka, nega vardım?
Kila aka paranlaşaylı. Aka. Aka. Öyle hiç kim yok aka. Kaysar bilen Hıslen yüktaklarını elip bu öyden çıkıp gitti. Aka. Sen bu öyde tozdu ettin. Yine erzanı kaydırmamamsa aka. Rastlı ballarına boşuna katı kulluk kılamsın. Rastlı divanlı kesili bok kaldın mı aka? Sen sadık yiyip kılmakçı. Bana bir gap kığına aka. Bekkel çok gitti. Baldırak deme. Ballarınız rastında siz bilan qarama-qarshi turmoqchi bo'lgan bo'lsa, ularni advokat taklif qilsa, bu deloda yengilmaydiganligini burunli bilgan bo'ladi. Çayning ta'mi ajab yaxshi ekan. Direktor, siz Farizat bilan qanday aloqalashdingiz? Gap tushmabdi o. Akşam doktorxonada jorunliqiga o'xshaydi. Ha, shundaqmi? Apa, Jasur bunga yaxshiroq muomala qilsanglar bo'lmasmi? Bu akşam men uyga keldim. Ne bo'pti? Apa, Jasurning dadasining ishlari ya uning xatolik bo'lmasa, har so'ni bunda qo'pollik qilaversangiz, bu hikoyangiz kelamda. Berna! Dada, siz buni o'chirayapsizmi? Qo'rni balvat kelamaydi. Agar ishga olmaslar muomala qilsanglar, bularga bo'yim mening kegim kelmaydi. Berna, ne bo'ldi, ha? Attigan narsaga yig'lamsiz? Berna, sizimize tazını bir Geçireceğiz. Uyingizga keldingizmi? Yo'q.
Ben hala uruşup kalmazlar. Yaqay. Bu şundaq yaxşı. Şunda qilgandan keyin do'stimni bo'za qilmay, doktorxona turib olmay uyga ketdim. Qahvangizga rahmat. Doktorxona boshlig'idan chiqaversa. Akşam eve ketmegenmi? Kecha ishlab, tamat chiqqanda uxlab qoldim. Bugün çokum eve qaytding. Ulan da uxlasangiz uyga uxlang. Salomatlik muhimda. Ma'qul. Direktor. Biz şuraya. Direktor saat 3'te çıkınızda. Siganımı kardeşime. Peki biz şuraydı. Direktor. Başka ne düşünsem ben? Sen. Direktor. Gül. Xislatni sağ. Xislat ayla. Qaytırıp ekiliş. Shundoq. Ularni uyga qaytib kelmasak bo'lmaydi, ukam. Qanday qilsak bugunla uyga qaytib kela. Alimka. Balalarınız sizni rastlı pulni deb arz qildi deb o'ylab qoldi. Meningcha arzingizni qaytarib olsangiz ularning qaytib kelishi natoyim ekan. Yo'q. Hozircha arzni qaytarib olsam bo'lmaydi. Men tax maqsadimga yetganim yo'q. Boshqa bir amal yo'qmi? Alimka. Bugunla ularni qaytarib kelamiz desak, vaqt yetmasmiki? Tunugun ularning nada yurganligini bilmadim. Lekin yurak parlarimning bunda sarsam bo'lib yurganini o'ylasamla yuragim og'rib ketadi ekan. Men chidamaydi ekanman, ukam. Uni ustiga havomi bak sovib ketdi. Talatuzda yuraversa, sovuq tegib og'rib qolishi mumkin-da. Alimka. Bir amal var. Sınap yıkışkı tamamen bozuldu. Nima amal? Hazır balalarınızın turmuşida ikki odam krizis bo'lyapti. Menimcha bu ikki odamni siz uyga tamoq taklif qiling. Bu ikki odamning uyga tamoq kelganligini balalarınız anlasa, ular cho'qim qaytib keladi. Shundaqmi? Kimlarni deysiz?
Ben düşendim. Ma amal bu kadar. Mening ikki mehmonim bor. İki? Kimler? Birisi mening advokatim. Nima? Advokat mushoy boshlab kelamsan tog'a? Tiq mehmon qilsa, qaysi kuni xislatning alpozini ko'mdingmi? Ko'rdim. Ko'rgachga da'vatiman. U mening advokatim. Shu kuni xislat uningga bak beadablik qildi. Kechirim so'rab qo'ysam bo'lmamda? Lekin Yanichi? Yana birisi Ayshamxon. Ha? Aka! Tog'a! Oy, sen bu Ayşemni bu uyga tomoq chaqirsan qandoq bo'ldi? Nimancha jiddiylashish bu? Biroq oddiy tomoq-ku. Tayyorlik qo'yinglar. Men chiqib kiray. Voy bu qandoq bo'lib ketdi endi? Hey bu degan oila ish tursa, buning Ayşemni aralashtirib oldigan. Shuni deyman-a, hamma qarshilgan xotin-ka bu. Xislatlar anglisi terkib o'lib qolgan bo'ldi. Endi rostli uyga qaytmamsa aka. Qaysi uyga qaytmay aka? Nasrimni qo'ydigan yami qolmadi mening. Shu seni izlab keldim. Men naslansa uyga qo'yib to'g'ri. Bulamdi. Qarab turib bir obdan aileyi ko'z tekkandek ish bo'ldi desa. Hey. Nima? Kimga gidak? Rasma? Ma ishni. Ha, bildim. Nima bo'ldi aka? Ne kim keldi kayna? Tag'am Ayshamxonni uyga tomoq chaqiribdi. Naqlimiz. Nima? Uyga chaqiribdi? Yilqayonni rostdan uyga chaqiribdimi? Kechki tomoq? Dadam bilan. Nima? Advokatmi bormikan? Bildim. Undaqda kechda uyga ko'rishaylik. Sizlar boldiroq beraman. Dadam salom qilibdi. Aslan salom qilibdi. Hayat kendi bergeyni Gözün tolgan bilen yaşa Gözün tolgan bilen yaşa Gelip kelgeymi ketkenler İşin urgan bilen taşka İşin urgan bilen Sağım şunda köyünü diken bu bana. Vaqti to'yini qilsangmi bu? Açığım yanmaptı ha. Yaqay aka. Hazır çekip oturmuşmu? Makın bilen. Ben ölüp kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Voy can bu ne dada? Öyle bir anlaşmayı ne koymuşlar? Oturun ha. Bulmasa naştınızda kıpla. Of dada kuskum aşmıdı. Limanda açtığını sıksa. Vay dada! Limanda edepsizlik kılırsın. Sıkıldı mı? Vay aca! Hayat başka, yaşaş başka Nime demeydi her Beraber çalacak. Pardon.
Tamok yedingmi? İşten tushdingmi? Uxladingmi degandan boshqa nima ish qilib bera oliding? Men bu to'yni qildim. Bu ig'ir yukni qandoq sana yuklayalayman bolam? Doim akam qilgan bo'lsa, akamning to'g'ri. Qanday bo'lsa, men sizdan bolam bu. Baba. Ayya. Oğlum yig'lamdi. Ha? Agar bu uy satsanglar, men uyga chiqdiman. Baba. Kokam bilan o'yinimiz bizga yo'lamsa? Dadanın aldı bir xalt pul tashlab bersanlarmi, yana shu so'qmoq deb yashaydi. Jasur. Baba gözünüzü açma. Abba! Gözüm doymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşma. Yükselen yaşaşma. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşma. İnaklık gevheri kaldı kızgamı asraşma. İnaklık gevheri kaldı şit kızgama asraşma. Yarındaş var mı asraşma. Minnettar bol körgen her bir günümdün. Rencişler dilimdin kapalmasın cay. Çilger gülnüm tikini birge. Güzel bu yüzü de dal bulsun o ay. Çilger gülnüm tikini birge. Güzel dur yüzüne dal bulsun o ay. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin özgermez hakikat hayat ve mamut. Her türlü memnunluk bulsun barışıga. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla qiyin. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Qanaat baxtdur, baxit qanaat. Esingdin ketmisin shu oddiy savat. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin özgermez hakikat hayat ve
Hiç kimge itibar kılmagan hayat Kanaat baxittur, baxit kanaat Esingden ketmesin şu oddiy sabah Esingden ketmesin şu oddiy sabah